Uchtepa tumanida ko'p qavatli uy yerto'lasida o'zboshimchalik bilan qazish va tayanch devorlarni buzish holati aniqlandi. Ichki kommunikatsiyalarni buzish esa tarmoqda nosozliklarni keltirib chiqarib, u yerda yashayotganlarga noqulayliklar tug'dirgan. Xo'sh, bu ishni qilgan fuqarolarga qanday chora ko'rildi? Hozir shu haqda. Bu stakanlarning barchasi bir-biriga bog'liq. Bularning orasidan bittasini olsam, barchasi buziladi. Bu oddiygina qog'oz stakan bo'lishi mumkin, ammo bir fuqaro buni ko'p qavatli uyda qilgan. Ya'ni aholi yashaydigan uyning poydevori buzilgan. Mana ko'rib turganingizdek, yerto'la qismi deyarli 1 metr qazish ishlari amalga oshirilgan. O'zboshimchalik bilan bu holat bitta bu yerda emas, narigi blokda ham sodir bo'lgan. Xayriyatki, uy hozir qulagani yo'q, lekin boshqalarga zarar yetkazishga ulgurgan. Bundan tashqari, mazkur ko'p kvartirali uyning kommunikatsiya qismini ko'ryapsizlar. Yotiq quvurlar, tik va yotiq quvurlar joylari o'zgartirilgan o'zboshimchalik bilan. Bu 4 qavatli binoda 100 dan ortiq odamlar yashaydi. Hozircha ularga zarar yetmasdan turib xabar topildi va bu ishni qilgan fuqaro ogohlantirildi. Aniqlangan holat yuzasidan mulkdor joyida bo'lmaganligi sababli mazkur holatni avvalgi holatiga qaytarish yuzasidan majburiy ko'rsatma hamda ma'muriy bayonnomalar pochta orqali yuborilishi ma'lum qilinadi. Agarda belgilangan muddatda holat mulkdor tomonidan bartaraf etilmagan taqdirda hujjatlar rasmiylashtirilib, tumanlararo fuqarolik sudlariga da'vo arizasi kiritilishi ma'lum qilinadi. Mubina Nosirova, Muhammadali Mamajonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.